Dilam bazan bobo, ey jonam bazan bobo, dilam bazan bobo, ana jonam bazan. Mana shunday o'yin kulgular bilan xush kayfiyatda yangi proyekt uchun Namanganimga yo'l oldik. Videoni oxirigacha ko'rsangiz qanaqa proyektligini bilib olasiz. Avval taom, balas kalom deganlardek ish boshlashdan oldin Namanganimda dong'i ketgan katta tandirdagi xilma-xil somsalardan tatib ko'rgani keldik. Gap cho'zib nima qildim? Videoni boshida kiygan libosimdanoq Namanganimdagi o'sha mashhur Dubai House'ga kelganimizni bilib bo'lgan bo'lsanglar kerak-a. Bizni chiroyli kutib olib, hurmatimizni o'rniga qo'yib, shunaqa go'zal dasturxon bilan mehmon qilgan Dubai House rahbariyatiga alohida minnatdorchilik bildirib, qizlarimiz nomidan rahmat aytib qolaman. Namanganim qiziman, Farg'onaga kelin bo'lib ketdim. Taqdir taqozosi bilan rizqim yana Namanganda bor ekan, Dubai House'ga ambasador sifatida taklif etildim. Hamkorlikni boshladik. Hammamizga xayrli bo'lsin. Yana ham yangi auditoriya kirib kelishiga sabab bo'ling. Alloh akbar. Kunlarim bugundan boshlab Dubai House kolleksiyalari namoyishida mani Gulruxsorimni ko'rasiz. Shu o'rinda Dubai House kuzatuvchilariga assalomu alaykum. Sizlar uchun yangi modellar yangilik, biz uchun bu yo'nalish yangilik. Inshaalloh Allohim yuzimizni bir-birimizga issiq ko'rsatib, boshlagan ishimizni xayrli qilsin. Farg'onadan Namanganga aynan Dubai House uchun tashrif buyurdik. Shu uchun birinchi ish kunimizdayoq ko'plab videolar syomka qilib olishga harakat qildik. Ikki sezon uchun katta partiyada kelgan shubalarni arzon reklamasini keyingi reyslarda batafsil ko'rishingiz mumkin. Sizlardan podдержка, layklar va aktiv kommentariyalar kutib qolamiz. Dubai House'ga obuna bo'lishni unutmang.